Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Navbatdagi savol shunday ekanki, assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men 5 vaqt namoz o'qiyman. Tajvid darslari olyapman. Qur'on o'qish va o'zim yodlagan suralarni o'nglash uchun. Bir mavzuda eshitib qoldim. Namozdagi qa'da, rukuga borganda aytiladigan so'zlarni xato aytsa, ya'ni talaffuzida xato qilsa, namozi qabul emas deb kabira gunoh qilgan bo'ladi, dedi ma'ruzachi. Shunda meni namozim xato hisoblanadimi degan savol ekan. Alloh taolo namozlaringizni qabul qilsin, o'rganayotgan tajvidlaringizni, yodlayotgan Qur'onlaringizni Alloh taolo eng go'zal suratda o'rganib yodlashlikka tavfiq bersin. Ana shu eshitgan ma'ruzangizdagi masala shunday bo'lsa kerakki, subhana robbiyal azim degan kalimani rukuda aytilganda ana shu zo harfini o'rniga za harfini aytsa ma'no o'zgarib ketadi degan masala bo'lsa kerak. Xullas, savol shunday. Eshitayotganlar yaxshilab tushunib olinglar. Namoz o'qiyotgan inson rukuda subhana robbiyal azim deydi. Ya'ni buyuk bo'lgan Robbim pokdur aybu nuqsonlardan degan. Buyuk Robbim, meni buyuk Robbim pokdur degan. Subhana robbiyal azim degan. Mana shu zo harfini, to zo bor, bizda izg'i deb keladi-ku. Mana shu zo harfini oddiy qilib aytsa, za qilib aytsa, subhana robbiyal azim deb aytsa, nauzbillah. Bundoq aytilmaydi. Agar shundoq qilib aytsa, ma'no o'zgarib ketadi. Ma'nozida shu narsa aytilgan bo'lsa kerak. Azim deb turib aytadigan bo'lsa, ashaddiy dushmanim bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Buyuk Robbim emas, ashaddiy dushmanim Alloh bo'lib qoladi. Shuning uchun ulamolar nima qilishadi? Mana shu rukudagi subhana robbiyal azim degan kalimani to'g'ri talaffuz qilishlikka buyurishadi. To'g'ri aytishlikka buyurishadi. Ma'ruzadagi aytilgan masala haqiqatan shunaqa. Kim rukuda ana shu zo harfini o'rniga za qilib aytadigan bo'lsa, xato qilgan bo'ladi. Namoziga putur yetadi, namozi buziladi. Nima qilishlik kerak? Bu bitta so'z, hurmatli jamoat. Har namozda yangi emas. Har namozda boshqacha kalima emas. Bir umr shu so'z aytiladi. Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Bir umr. Shunga bir minut vaqtingiz ketadi to'g'rilashga. Yoki 10 minut ketar. Shuni to'g'rilab olinglar, hurmatli namoz o'qiyotganlar. Hammamiz to'g'rilab olaylik. Jumaga borayotganlar ham, hayitga borayotganlar ham, bir mahal o'qiyotganlar ham, 5 mahal o'qiyotganlar ham hammamiz agar o'zimizga ishonmasak, nima qilaylik? Bilgan odamdan rukudagi kalimani to'g'rilab qo'ying deb so'rab olaylik. Zo bilan bo'ladi. Subhana robbiyal azim deb. Agar subhana robbiyal azim deb aytib qo'yadigan bo'lsanglar, unda xato qilgan bo'lasizlar. Ma'nosi o'zgarib ketadi. Azim deganda ashaddiy dushman bo'lib qoladi. Qanday ma'no kelib chiqadi desa, meni ashaddiy dushman bo'lgan Allohim pokdur degan bo'lib qoladi. Buyuk Robbim emas, ashaddiy dushmanim degan ma'no bo'lib qoladi. Shuning uchun namoz o'qiyotganlar, hurmatli musulmon birodarlar, aybimizni to'g'rilaylik, xatoyimizni to'g'rilaylik. Ba'zi kitoblarda shunday deyilgan. Agar subhana robbiyal azim deb ayta olmasa, tili kelmasa, zoni chiqaz olmasa, nima qilsin? Subhana robbiyal karim deb aytsin, o'rgangungacha deyilgan. Shuning uchun hamma namoz o'qib, bunga 1 minut yoki 10 minut vaqt ketadi. Har namozda yangicha aytilmaydi. Doim bir xil aytiladi. Shuni yaxshilab o'rganib olaylik, muammo yo'q. Lekin bu masala haqiqatan bor masala. Mana shu savol berayotgan odam eshitgan masala haqiqatan shunaqa. Sizning namozlaringiz inshaalloh qabul, balki siz to'g'ri aytayotgandirsiz. Nima?